Assalomu alaykum. Panel hisobotini gorizontal tahlil qilishni o'rganamiz. Gorizontal tahlil bu ikkita oyni bir-biriga solishtirish tahlili hisoblanadi. Bu tahlil nega kerak? O'tgan oy va bu oy xarajatlari va daromadlarini solishtirish uchun qanday o'zgarishlar bo'lyapti, o'shani tekshirish uchun kerak bo'ladi. Bizda yillik, misol uchun yillik panel hisobotining ma'lumotlari mavjud. Bunda daromadlar, xarajatlar, har bir xarajat turlari, yalpi foyda, har bitta ko'rsatkichlar chiqarilgan. Endi biz bu jadvalni oxiriga o'tib, gorizontal tahlilni chiqaramiz. Bunda birinchisi mavjud oyni yozamiz, ya'ni qaysi birinchi oyni, ikkinchisi solishtiriladigan oy, keyingi oy 2. Misol uchun hozir biz 1 va 2 ni qo'yib turdik. Keyingi ko'rsatkichimiz o'sish yoki pasayishni tekshiramiz. Undan keyin o'zgarish summada, keyingisi o'zgarish foizda deymiz. Qancha foiz o'zgarish bo'ldi. Endi formula yozamiz. Bizda birinchisi qaysi oyni tanlasak o'sha oyda ma'lumoti chiqishi kerak. Bunda lookup, ya'ni lookup vpr ni ishlatamiz. Vpr 12 oylarda belgilab olamizda. O'sha oyni belgiladik. Buni bitta ro'yxatga qotiramiz. Birinchi yacheyani topish esan chiqibdi. Birinchi bizga kerak bo'ladi, bu yacheyani tanlaymiz va bu oralig'idan qaysi ustundagini chiqarib bersin bizga? Birinchi ustundagi o'sha sondan +1. Ya'ni bitta qo'shib, chunki o'zidan bitta keyingini chiqaradi-da mana. Ya'ni 1 deb bossangiz, bu oraliqdan 1 ga 1 ni qo'shib, ikkinchi ustunni chiqaradi. Bu yoqda ma'lumot 0 ekan. Lekin bizda ma'lumot bor. Demak, formulamiz da xatolik bor ekan. Mana. Endi qo'ydik, mana 51 ming chiqdi. Birinchi oraliqda, shu birinchi oydagi o'sha. Endi bizga ikkinchi oy kerak bo'lsa, xuddi shuni formulani ko'chiramiz. Bu yoqqa ko'chiramiz va bizda endi kerak bo'ladi P ustun emas, Q ustunni tanlaymiz, Q2 ni tanlaymiz. Q2 yacheyka, ya'ni shu yacheykadagi mavjud chiqsin mana. Birda bu chiqdi. Birinchi oyda 51.777, ikkinchi oyda 51.999 chiqdi. Mana ikkita oraliq chiqdi. Endi bu formulalarda xatolik bo'lishi mumkin. O'shani if errorda o'chirib qo'yamiz. If error. Buda ham if error qo'ydik. Endi 3 ta shart bo'ladi, ya'ni birinchi oy ikkinchi oydan katta bo'lsa kamayish bo'ladi, ya'ni birinchi oy ikkinchi oydan ko'p bo'lsa o'zgarish kamayishga o'tgan bo'ladi, teng bo'lsa teng. Birinchi oy ikkinchi oydan kichkina bo'lsa o'sish kuzatilgan bo'ladi. Bunda ko'rsatkichni yozishimiz uchun ifs formulasini ishlatamiz. Ifs agar bu katta bo'lsa ikkinchisidan bizga natija nima chiqsin? Pasayish chiqsin. Pasayish. Birinchi oy ikkinchi oydan kam bo'lsa. Keyingisi, agar bu teng bo'lsa bunga, bizga natija o'zgarishsiz. Endi 3-shartni qo'shamiz. Agar bu endi 3-shartimiz, agar birinchi oy kichik bo'lsa ikkinchi oydan, bizga natija o'sish deb chiqsin.
Uzr. O'sish bo'ldi mana. Birinchi oy ikkinchi oydan kichik bo'lgani uchun o'sish kuzatildi. Endi o'zgarish summasi ikkinchi oydan birinchi oyda ayiramiz. 251 mingga o'zgargan. Endi bunda foizda hisoblasak, buni bo'lamiz bunga 100%. Endi bundan birni ayirib qo'yamiz. 0.49 ga o'zgarish kuzatildi. Endi formulalarimizni hammasini massivniy qilsak ham bo'ladi. Buni ko'chirib pastga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni hammasini belgilab yalpi foydagacha, yalpi foyda rentabelligigacha belgilab stavit formula orqali o'zgartirib qo'yamiz. Oxirgi chekamizga if error qo'ymabmiz. Error. Ya'ni xatoliklarni bartaraf qilish kerak. If error boshidan oxirigacha belgilab. Formula orqali o'zgartirish kiritdik. Mana formulamiz tayyor bo'ldi. Endi qarang, mana har bitta ko'rsatkichni natijasi chiqyapti. Ya'ni birinchi zararsizlik nuqtasi birinchi oy ikkinchi oyga nisbatan o'sish kuzatildi. 251 ming so'mga deyapti. Agar daromadda birinchi oyga nisbatan ikkinchi oyda o'sish kuzatildi, 2 millionga o'sish kuzatildi, 3% o'sish bo'ldi. Ya'ni bu yoqda daromad turiga qarab. Endi ishlab chiqarish xarajatlari birinchi oyga nisbatan ikkinchi oyga o'sish bo'ldi. Summasi 1.600.000. Xuddi shu ko'rinishda ketaveradi. Bu kerak bo'ladi. Xarajatlar nimaga oshib ketayotganini, o'zgarishni kuzatib, har bittasini alohida ichiga kirib tahlil qilsangiz bo'ladi. Endi lekin bizda qarang, daromad o'sdi, xarajat o'sdi. Lekin shunga qaraganda marja ham o'sdi, marja miqdordan o'sdi, lekin foizdan pasayish kuzatildi. Ya'ni marjani foizi 32 bo'lgan bilan bu yoqda hozir bunday o'zgartiramiz, qarang. Mana. Bu yoqda birinchi oyda 32.3 edi. Bu yoqda 31.9 ga tushdi. Marja tushib ketdi. Pasayish kuzatilyapti. Bizda xarajat o'sgan bilan marja kamayib ketyapti. Yana mana o'zgarishlar to'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlarda pasayish kuzatildi. 131 ming so'mga. Lekin yalpi daromadimizda o'sish kuzatilyapti. Daromad o'syapti, lekin marjada pasayish kuzatilyapti. Marjamiz tushib ketyapti. Xuddi shu ko'rinishda davom etadi. Endi bu yoqda masal bo'sh joy bo'lsa ham o'zgarishsiz deb ko'rsatyapti. Buni o'chirib ketsa bo'ladi formulada. Muhimi bu emas. Muhimi natija, ya'ni tahlilda har bitta ko'rsatkichni bir-biriga bog'lasak bo'ladi. Mana misol uchun o'sish kuzatilyapti, operatsion foyda ham o'sish bo'lyapti, foyda rentabelligi ham o'syapti. Har bitta tochkada o'sish, kamayishlarni kuzatsangiz bo'ladi. Mana bu yoqqa yopamiz. Mana sof foyda 5% dan 6% ga o'syapti. Bu yoqning o'sish, umumiy o'zgarish 1% bo'lyapti. Endi biz ikkinchi oyni tanlab 3-chi oyga o'tkazsak, 3-chi oyda ham o'zgarish bo'lyapti. 3ni tanlab 4 ga o'tkazsak, pasayish bo'lyapti. Mana 3-chi oydan 4-chi oyga pasayish bo'lyapti. Har bitta ko'rsatkichlar pasayish bo'lyapti. Qarang. 3-chi oydan 4-chi oyga daromad o'syapti, lekin har bitta xarajatlar ham o'zgarishsiz bo'lib, pasayish kuzatilib, marjada tushish kuzatilyapti. Daromad o'sgan bilan foyda rentabelligi o'smayapti. Ya'ni foyda kamayib ketyapti. Daromad o'smoqda, lekin foyda kamayib ketmoqda. Gorizontal tahlilning foydasi shuki, o'tgan oyni bir-biriga solishtirib, har oyda bo'lgan xarajat va daromadlarni tahlil qilib, korxonaning foydasini oshirishga qaratilgan o'zgarishlar qilsangiz bo'ladi.